O'zbekistonda yagona bo'lgan 12 bugun sizlarga obzor qilib beramiz. Nimaga yagona deganimizda videoni oxirigacha ko'rsanglar, 100% 12chilar hali O'zbekiston bo'ylab qilmagan ishni ko'rsatamiz sizlarga. Mashinamizga RS oblisovkasini uстановка qilib berganmiz. Nomerlar pastga tushirilgan, Malibu signali ham uстановка bo'lgan. Faralarga brun plyonka urganmiz. Bu xameleon kunduzi qorayadi, kechqurun oppoq bo'lib turadi. Yon bakoylarni begushi qora pavortlik qo'yib berganmiz. Polностью Tesla'ning oynasiga o'xshab splashnoy qop-qora qilib berganmiz. Bakoylari silikon aquaprint bo'lgan. Mana bu matoviy joylarini qora brun plyonka urganmiz. Nikellar bilan orqa forchkalarni ham silikon aquaprint qilib berganmiz. Tomlarga akula sinasi qo'yilgan, orqa faralarga qora brun plyonkali laminat urilgan, pastiga RS o'sha pavortliklar qo'yilgan. 12 Premier turbo yozuvlari, emblemalari bilan qop-qora black piano qilib berganmiz. Nimaga yagona deganimizda hozir sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Operator aylanib o'ting. Ushbu 12 kimizga yangilik qilib berganmiz. Obshivka qismi hamda oyoqning tagini mana shunaqa RGB ledlarimizdan idealniy qilib salon podsvetka qilib berganmiz. Bu hali 12 ga umuman O'zbekiston bo'yicha qilinmagan yangilik. Obshivkasiga RGB lentalardan BYD dizaynda yonadigan obshivka kojasini qilib berganmiz. Oyog'i bilan obshivkasini bitta pultga uстановка qilib berganmiz, ranglarini yonishini. Patologimizga Звездное neba qilib berganmiz. Звездное nebani ham ko'rishingiz mumkin. O'sha kometalar bilan uchib beradi. Mashinamizda akfulitlarni, полностью salonni klassik karbon bilan black pianoni kombinatsiya qilib berganmiz. Eshik ruchka ochadigan nikellarni ham полностью black piano bo'lgan. Даже maytofonda buragichlari, deflektorda kichkina nikellari hamda klimat kontrolini nikellargacha qoraytirib berganmiz. Rullarimizdan полностью airbagda Chevrolet emblemalarigacha qop-qora bo'lgan. Mashinamizda tashqi ko'rinishdagi tuninglarni va salonchidagi tuninglarni ko'rdinglar. Bu mashinamizda motoriga ham ozgina tuning qilganmiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Nima deb o'ylaysizlar? 12miz haqiqatan qilingan yangiligi O'zbekiston bo'yicha yagona bo'ldimi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar yoki kimdir xuddi shu yangilikni qilgan bo'lsa, o'sha avtotuningni kommentariyada belgilab keting. Gulson tuningga obuna bo'lishni unutmanglar.